Agar hech kim soliq to'lamasa, davlatlar qanday yashardi? Ko'pchilik o'ylaydi, soliq bu shunchaki hukumat oladigan pul. Lekin aslida soliq bu davlatning nafas olishi. U yo'q bo'lsa, na ta'lim, na sog'liqni saqlash, na yo'l, na elektr tizimi ishlaydi. Har bir davlat byudjeti asosan soliqlardan shakllanadi. Masalan, O'zbekistonning 2024-yilgi davlat byudjeti 310 trillion so'm atrofida bo'lgan. Shundan 70% dan ortig'i soliqlar hisobiga to'ldirilgan. Ya'ni har 10 so'mning 7 so'mi fuqarolar va korxonalardan yig'ilgan soliqlardir. Agar hech kim soliq to'lamasa, birinchi bo'lib davlat xizmati tizimi to'xtaydi. O'qituvchilar, shifokorlar, harbiylar, hatto politsiya xodimlari oylik ola olmaydi, chunki ularning maoshi to'g'ridan-to'g'ri biz to'laydigan soliqlardan shakllanadi. Ikkinchi bo'lib infratuzilma to'xtaydi. Yo'llarni kim ta'mirlaydi? Elektr tarmog'ini kim yangilaydi? Gaz quvuri yorilsa, kelib kim ta'mirlaydi? Soliq yo'q bo'lsa, bu xizmatlar ham yo'q. Uchinchi bosqichda esa iqtisodiy tizim parokanda bo'ladi. Chunki davlat soliq orqali iqtisodga tartib beradi. Kim ishlab chiqaradi, kim investitsiya kiritadi, kim eksport qiladi. Bularning hammasi soliqqa bog'liq. Soliq bo'lmasa, pul tizimi nazoratsiz qoladi. Korrupsiya kuchayadi, bozor yovvoyi shaklga o'tadi. Endi aytaylik, odamlar davlat soliqsiz yashay oladi-ku, neft, gaz, oltin eksportidan foyda oladi deydi. Ha, ayrim davlatlar shunday, masalan, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari yoki Kuvayt. Bu mamlakatlarda daromad solig'i yo'q, lekin ularning byudjeti neft va gaz eksportidan to'ldiriladi. Faqat bu yerda bitta farq bor. Bu davlatlar 2-3 million aholiga ega va ularda har bir fuqaro ortidan milliardlab dollar tabiiy resurs yotadi. O'zbekiston, AQSh, Germaniya yoki Yaponiya singari iqtisodlar esa mehnatga asoslangan tizim. Demak, soliq yo'q bo'lsa, daromad manbai ham yo'q. Buni shunday tasavvur qiling, sizning mahallangizda har kim o'z uyida yashaydi. Lekin hech kim chiqindini tozalashga, yo'lni yamashga yoki elektr simlarini ta'mirlashga hissa qo'shmaydi. 1 oy o'tadi, chiroq o'chadi. 2 oy o'tadi, suv chiqmaydi. 3-oyda esa odamlar bir-biridan norozi bo'la boshlaydi. Ya'ni soliq yo'qligi tartibsizliklarning boshlanishi. Ammo eng qiziq jihati, soliqlarni to'lash majburiyat emas, investitsiya sifatida ko'rish mumkin. Chunki siz to'laydigan soliq o'z farzandingiz o'qiydigan maktabga, o'zingiz davolanadigan kasalxonaga, yuradigan yo'lingizga ketadi. Bu pul qaytadi, lekin boshqa shaklda. Yaxshi ta'lim malakali mutaxassis degani. Malakali mutaxassis kuchli iqtisod degani. Kuchli iqtisod esa barqaror pul tizimi degani. Demak, agar hech kim soliq to'lamasa, davlat faqat bir narsaga tayana oladi: tashqi qarzga. Lekin qarz bilan uzoq yashab bo'lmaydi, chunki olingan har qarz ertangi soliqning soyasi. Shunday qilib, soliq og'ir yuk deb o'ylash oson, lekin aslida u jamiyat mexanizmining eng zarur vintlaridan biri. Uni olib tashlasak, butun tizim parokanda bo'ladi. Soliq bu jazoga o'xshaydigan majburiyat emas. Bu o'z farovonligingizni moliyalashtirish shakli. Shunchaki har safar to'lagan solig'ingizni yo'qotadigan pul deb emas, balki investitsiya deb ko'rsangiz, dunyoqarash butunlay o'zgaradi. Axir soliqsiz davlat bo'lmaydi. Davlatsiz esa pulning o'zi ham qadrsiz bo'ladi. Soliq bu yo'qotish emas, yashash narxi. Uni to'lamasak, ertangi kunimizni kim moliyalashtiradi?